Farg'ona davlat tarixi va madaniyati muzeyida O'zbekiston xalq rassomi Xurshid Ziyoxonovning Sharq kubizmi nomli ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Tadbirda keng jamoatchilik vakillari, yoshlar ishtirok etishdi. Musavvir Xurshid Ziyoxonov respublika mintaqaviy va xalqaro ko'rgazmalar ishtirokchisi. Uning asarlari O'zbekiston davlat san'ati muzeyi, Rossiya, Qozog'iston, Gollandiya, Fransiya, Germaniya, Angliya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Hindiston, Pokiston, Marokash, Turkiya, Xitoy kabi davlatlardagi galereyalar, shaxsiy kolleksiyalar, Kipr va Turkiy xalqlarining zamonaviy san'at muzeylari tomonidan xarid qilingan. San'atimizni rivojlantirishda juda ham ko'plab jabhalarga, madaniyatga, san'atga e'tibor juda ham hukumat darajasida qaratilayotganligi va ayniqsa bizni Farg'ona viloyatimizda nafaqat o'zimizning rassomlar, balki dunyoga dovrug'i ketgan O'zbekistondagi nufuzli rassomlarni taklif qilib bu yerda jonajon farg'onaliklarga yoki Farg'onaga keluvchi mehmonlarga mana shunday galereya tashkillanib, bir hafta davomida Farg'onamizga tashrif buyuradigan mehmonlarga mana shunday ko'rgazmalar tashkil etilyapti. Bunda alohida mana shu nufuzli rassomlarning ichida Xurshid Ziyoxonovni alohida ta'kidlash lozim. Bular juda ham ko'plab bizni begona emas Farg'onaga, chunki yoshlik davrlarida bularni tez Farg'ona viloyatiga kelishlari va mana shu Farg'onamizning so'lim tabiatidan ilhom olib va bu yerdagi yaratgan asarlarini o'zlari ham qattiq ta'kidlayaptilarki, mana shu yerda juda ham ko'p ilhom olib va oldimdagi vazifa edi farg'onaliklarga mana shu ko'rgazmani tashkil qilaman deb niyat qilganlar. Rassomning tasvirlash uslubi Sharq kubizmi deb nomlanadi. Xurshid Ziyoxonov asarlari yozgi iliqlik, tinchlik va hamjihatlik hissi bilan to'ldirilganga o'xshaydi.